Shofirkonlik salonchi qizning bir kuni. Ertalab soat 11da ishga keldim. Sizlar ham yomon ko'rasizlarmi? Zavtr qilishni men ham juda yomon ko'raman. Kelguncha 2ta somsa oldim. Ishxonaga kelib, kofecha bilan maza qilib yedim. Instagramda har xil savollar keladi. Qo'shnilar narsa qilsa tahorat o'tadimi yoki kipriklar narsa qilsa to'kmaydimi deysizlar. Qizlarjonlar, hech qanday zarar yo'q. Bu narsani tahorat обязательно o'tadi. Men ro'moldaman, qo'shimni termayman, termasdan turib forma qilib berasizmi deydigan qizlar uchun albatta qoshingizni hech qaysi tolasini termasdan sizga chiroyli qilib forma qilib berib bilamiz. Kiprik eksam, kipriklarim to'kilmaydimi, ko'zimga allergiya bermaydimi, ko'zimga botib qolmaydimi yoki 3 kun yuvmasligim kerakmi degan savollar bo'ladi. Unaqa emas, bizning ishimiz professionalni, qo'rqmasdan bemalol kelishlaringiz mumkin. Ko'zlaringizga botmaydi ham, siqilmaydi ham, keyin allergiya ham bermaydi, qizarib qolmaydi. Hammaga rahmat, videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Like, komment yozishni esdan chiqarmanglar. Sizlarni yaxshi ko'raman.